Dunyoni yarmini bosib olgan Chingizxon o'limining ortida qanday sirlar yashiringan? Buni 3 xil tarixiy versiyasi bor. Birinchi versiyasi Mo'g'ullarning maxfiy tarixi asarida keltirilishicha, e'tiborli jihati bu asar 13-asrda yozilgan. Chingizxon 1227-yilda otdan yiqilib, ichki qon ketish tufayli vafot etgan. Lekin zamonaviy tarixchilar Xoqonning o'limini yashirish maqsadida bu asarni tahrirlangan deb hisoblashadi. Ikkinchi versiyasi dunyoni kezgan mashhur sayyoh Marko Polo o'zining asarida keltirilishicha, Chingizxon jangda o'qdan yaralanib, keyinchalik infeksiya yuqishi tufayli vafot etgan deydi. Demak, uchinchi versiyasi 17-asrda yozilgan Mo'g'ullarning maxfiy yilnomasi Oltin tobinchida keltirilishicha, Tangut malikasi nikoh kechasida Chingizxonni og'ir yarador qiladi va bu yaradorlik tufayli Chingizxon keyinchalik vafot etadi. Ko'pchilik tarixchilar mana shu oxirgi manbani asosli deb hisoblashgan. Agar bu narsa asosli deb hisoblasaylik, Chingizxon butun dunyoni egallagan bo'lishiga qaramasdan ayol kishining tig'i tufayli halok bo'lgan. Eng qizig'i shundaki, uning qabri qayerdaligini hozirda ham hech kim bilmaydi. Uni dafn qilgan 2000 kishi va shu 2000 kishini o'ldirgan 8 askar ham o'z siri bilan yer ostiga ko'milgan. Sizningcha 3 versiyadan qaysi biri tarixiy haqiqatga yaqin? Javoblaringizni izohlarda qoldiring.